أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: والنفل يجوز بنية من النهار. Nafl roza gündüzü niyet kısmı doğru buldu. Bugün gündüzünü biz bekitken vaktimizde gün tikilişten sal burun. Mesela 12 tikilişi desek 11:20 kadar niyet kılması buldu dedik. Li hadisi Aişe radıyallahu anha قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح دخل على نسائه وقال: هل عندكن شيء؟ فإن قلنا لا قال: إني إذا لصائم. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kanat boğanda bamdatdan keyin ya çeşke vaqtidan keyin naşt qildigan chaqlar bo'lganda ayollarning qishiga kirib so'raydi: naştlik qilgan bir narsa bormi, yeydigan bir narsa bormi deb. Yo'q deb qolsa, undaqda men ro'zatdan, men ro'zdar deydi. Albatta Rasululloh sallallohu alayhi vasallamninki uyida necha kunlab o't yig'ilmaydigan ahvollar bo'libdi. Ba'zi kunlarda masalan go'sht yeydigan, Rasulullohning go'shtini masalan qo'l tag'ib go'sht qamroq qilgan bo'lg'o, vallahi. Shunday keng azochilik bo'lgan chaqlim bo'lsa-mu, lekin ko'pincha ahvolda shunda qattiqchilik o'tgan. Mush hadisni Hanefi mazhab ulamolari nafl ro'za bo'lib qolsa, kunduzda niyat qilsin bo'ldi, kechida niyat qilish kerak emas degan qarashiga dalil qildi. Bu hadis, Muslimniki. Bu masalada boshqa ulamolar boshqa qaragan. Imom Malik qanday ro'za bo'lib qolsa, nafl ro'za bo'lsa-mu, kechida niyat qilish lozim. Yani bamdat vaqti bo'yicha niyat qilish lozim deb qaragan. Hanefi mazhabining mush qarashi Imom Shafiyning bir qarashi shu. İmam Şafii bir qarashida nafl bo'lib qolsa kunduzi niyat qilish bo'ldi, lekin farz bo'lib qolsa kechasi niyat qilish lozim degan. Yana bir qarashida kunduzdan qanday vaqt bo'lib qolsa nafl ro'zaga niyat qilish bo'ldi. Masalan, asrdan kim bo'lsa-mu, peshindan kim bo'lsa-mu, Hanbali mazhabmi mush qarashda. Bu xuddi masalan yarim soat qolgancha qadar osh qolgan bo'lsa, bugün amına aşağıdan kim bir niyetli tayyor dese bulduğundan. Ya, bu tamak yegan bo'lsa, tamak yemga ahvolda deymiz. Tamak yegan bo'lsa bu ketdan. Mushu qarash muvofiq. Chunki nafl degan mabniy ala tavassu. Farz degan sachroq. Bo'lg'achqa naflda keng tasha deb qaraymiz. قال: ويجوز صوم رمضان بنية واجب آخر. Ramazan ro'zasini tutgan chaqda muqim va sog'lom kishi uchun, ya'ni Ramazan ro'zasi shu odamga cho'qim farz deyilgan kishi. Ammo musofir bo'lib qolsa yo kasal bo'lib qolsa, cho'qim farz demaydi-ku. Lekin cho'qim farz degan kishi bo'lib qolsa, bu kishi Ramazan ro'zasi deb niyat qilmay, men o'tgan yilning Ramazonning qazosini niyat qilib olay ya deb, ko'nisini bir gardindan saqt qilay, ma yanisi undan yangroq tutib turar uni. Deb menda niyat qilib qolsa, joiz bo'ladi dedi. Masalan, qazo ro'za niyat qildi Ramazon kuni. Lekin bu burungi bir Ramazonning qazosiga niyat qildi, yoki gardinda kaffarat yoki kaffaratni qilib olay deb niyat qildi, yoki nazr yoki nazrga niyat qilib oldi. Lima marra fi mutlaqın niyeti. Yuqorida mutlaq niyat, ya'ni shu niyat degan narsa bo'lsa, Alloh taologa yaqinlashish degan bunda bir qasdul qurba bo'lib qolsa yetarli degan. Mishadimi boshqa vojibni niyat qilgan taqdirdami Alloh uchun ro'za tutish degan bir niyat bor. Ya'ni shu yetarli. Unda o'tgan asli ro'za degan shu yemay turishni biz hisob qilamiz. Bunun o'zi sifatli olgan
falan qaza ro'ziga tutan kafarat ro'ziga degan gapini nurgidan qilib o'tib, uni bekor qilib, vasfni bekor qilyaptiq, asli aynan qoldi deymiz. Va bi niyyatin nafl. Nafl niyati bilan durust bo'ladi. Ya'ni Ramazonda dushanba kelgan bo'lsa, men dushanba kuni ro'za tutish sunnat ya fazilat deganning bo'yicha dushanba ro'zani tutolay, nafl ro'za deb niyat qilsam, shu Ramazon ro'zasi hisob qilib ketadi. Şo'lan shu qazo degan ro'za hisob qilmay, o'sha bugungi Ramazon hisob qilib ketdi. U qazo yana tutilmay qoldi. Uni keyin qazosini qilish lozim. Ramazondan boshqa. Nafl niyati deb qarasa, bu mutlaq niyatdan taxa bu kuchliroq. Ama çünkü bunda niyetin yani ortiqroq bir narsa bor. Bu Ramazon ro'zasi hisob qilib ketadi. Qala wa baqis sawmi la yajuzu illa bi niyyatin muayyanatin min al-layl. Yuqorida biz kunduzdimi niyat qilsa bo'ladi degan ro'zlardan boshqa ro'zlarning hammasi kechsi niyat qilmasa bo'lmaydi. لأن الوقت يصلح له ولغيره. Çünkü bu ro'za tutmoqchi bo'lgan vaqt shu ro'zaga munosib qiladigan, boshqa ro'zaga munosib qiladigan bir chaq. Fayahtaju ila at-ta'yin. Undan keyin shuni bekitishga va tabiyyit, kechida niyat qilib qaror qilishga muhtoj. Qat'an lil muzahima. Boshqa ro'zalar hisob qilish ehtimolligini üzüp tashlash uchun. Yuqorida tushga yaqinga qadar niyat qilib bo'ladigan ro'za Ramazonning farz ro'zasi va muayyan qilgan nazrimiz. Falon kuni nazr qildim, ro'zasini nazr qildim degandek, mush ikkini o'ziga olgan. Shunama bunun boshqa kaffaratning, qazoning va mutlaq nazrninki kechsa niyatimiz bo'lmaydi demoqchi. Yani baqi Savmul kaffarat vel qada ve nuzur. Çünkü bu Ramazan'dan başka günlama bu. Ramazan'dan başka çağılda sen birsin kaffarat vaken, qaza vaken, nazr vaken, ondan başka sen yomul sen ve hamis ya salasta ayyamul bayt tutulgan aşna işler olup kalsa halanı da bekitiş için çokum keçidin bekitmese bu bununla hammaga ro'za tutishga yaraydigan bir vaqt bo'lg'achqa kechini tatib qaror qilsa deykanmiz. Qala wal maridu wal musafiru fi ramadana inna wajiban akhara waqa'a anhu. Kesal kishi va safar ustidagi kishi. Bularga odatda Ramazonda ro'za tutmasangmi, keyin tutib olsang bo'ldi deb ruxsat qilinganlar. Ya'ni cho'qim ro'za tutsan degan gap yo'q. Şuna bular Ramazan içinde başka bir vacibni niyat qilib olsa, niyat qilgan vacib hesap bo'ldi. Mesela bular bunda turib men kesal Ramazonda mushkullarda men ro'za tutishim vacib emas. Men azodchilik bor. Da turib men burun tutanmagan qazo ro'zalarimni olsin birdan yengillatgach turay. Bilib ketib qolsam, garim qamson deb burunki qazo ro'zalarini ya kaffarat nuzurlarini niyat qilib olsa hisob bo'ldi deydi. Ramazonninki azobi ruxsat qilgan ekan, mayli deb kamchilik bermaymiz deydi. Ya'ni shu nimaga niyat qilgan bo'lsa, shu ro'za hisob bo'ldi. Vajiban oxir, masalan, burunki Ramazonning bir qazosi yoki kaffarat yoki nazr va illa waqa'a an Ramazon niyat qilmay qolsa demakchi. Bir vacibni niyat qilmay, lekin ro'za tutdi. Mutlaq niyat deymiz bu. Vacib niyat qilmay, yani burunki qazo ya kaffarat ya nazrdek bir vacibni niyat qilmay Ramazonda ro'za tutay deb bir tutgan bo'lsa, bu chaqda shu Ramazonga hisob qilib ketadi. Biz yuqorida dedik-ku, fi mutlaqin niyya va bi niyatin nafl. Unda niyatni bekitmasa Ramazonga hisob qilib ketadi. Vaqala deganliklar yuqorqi qarash imomning qarashi ekanligini bilamiz. Albatta va illa waqa'an Ramazon degina mutlaq niyatdan Ramazon hisoblab dedigina malan qarashi unda ixtilof yo'q. Lekin
vacib ahirni niyat qilib qalsa, niyat qilgan bo'ldi degan qarash imomning qarashi. Sohiban dedi yaqa'u an ramadana fihima. Fihima degani fi halati ma nawa vajiban ahir aw lam yanwi mushkalatda. Şuna ve illa vakan Ramazan degan mahalli ittifaq dedik. Hozir ixtilof bo'lgani ashkelan Ramazonda boshqa bir vojibni niyat qilib olsa, Ramazonga hisoblanadi. Xuddi mutlaq niyat qilgandek. Lianna ar-rukhsata li-ihtimal tadarrurihi va 'azzihi. Chunki biz musafir bilan maridga kamchilik qilganimizda, ruxsat berganimizda bu tutanmay qizinib qolarmi yo kesil irilish ketami deb ruxsat qilgandi. Faida saman tafadalik. Ro'z tutgan ekan, avval ziyonga uchramaydi ekansiz, ishlaydi ekansiz deymiz. Ziyonga uchrash va chilinib qolish degan mazmun yo'qolib ketgan bo'ldi. Undan keyin bu kimga o'xshab qoldi? As-sahih al-muqimga o'xshab qoldi. Fasara kas-sahih al-muqim wa lahu imomning dalili anna ash-shari'a rakhasa lahu liyusrifahu ila ma huwa al-ahammu 'indahu min as-sawm wal-fitr. Shariat ash uzrli kishilarga ruxsat qildi. Nima uchun desa, eg'izda ichish va ro'za tutishlarda qaysi muhim deb qarasa, shuni qilib olsin deb ruxsat qilgan. Fasara ka sha'bana fi haqqi g'ayri. Davonkin shu Ramazon ash kasal bilan musafir kishiga xuddi boshqa normal kishilarning haqqida Şaban eydek bilan bo'ldi deydi. Şaban eydimi xolisa ro'zda xolisa tutmaydi. Shunga o'xshash. Ramazon eydimi bularga ixtiyorlik berilgan. Xolsang tut, xolsang tutma deganday. Falamma nawa vajiban akhara, bu kishi boshqa bir vojibni niyat qilgandan keyin Ramazonda alimna annahu al-ahammu 'indahu. Biz ash kishi uchun ash niyat qilgan vojib bo'lsa eng muhim ekan deb bildik. Fayaqa'u anhu. Şo'lan shu hisob bo'lib ketadi debdi Imom Abu Hanifa. Va qila, endi ulamolardan ba'zilar debdi bu aziz qarash, yo'q Imom Abu Hanifa boshqacha qaraydi, unda qaramaydi. Nima deb qaraydi desa, Imom Abu Hanifaning to'g'riroq qarashi al-asah 'inda Abi Hanifata anna al-marida idha nawa wajiban akhara yaqa'u an Ramadan. Abu Hanifaning qarashimi keselga nisbatan sahibaniki o'xshashdi deb turib ba'zi ulamolar. Yani kesel kishi Ramazonda boshqa bir vojibni niyat qilsa, Ramazon esa bo'lib ketadi. Lianna ibahatal fitr lil ajz. Chunki eg'izasang mayli, ro'za tutsang mayli deb ruxsat qilish bu kishi ojiz bo'lganlikdan. Fa idza qadara fa huwa kas-sahih. Lekin bu ro'za tutgandan boshqa vojib niyat qilib ro'za tutdi. Ro'za tutadigan bo'lgandan non bu sog'lom odamda bo'lib qoldi. Undan keyin buning ro'zasi Ramazon hisob, siz saqkansiz, Ramazon ro'zasi hisob qilinadi deydi. Chunki kasalning bu kichikgina oddiy kasalning bor, ig'ir kasalning bor. Masalan, jukan bo'lib qolgan kasal deymiz. Ya beshag'ir qolgan kasal deymiz. Qo'li jag'ir qosimni og'rib qoldi deymiz. Buning darajalari va ko'p. Bu ro'za tutadigan darajada saqlagan ekan, tutar Ramazon ro'zasini deymiz. Bixilaf musafir. Musafirga bunday emas. Imom Abu Hanifa keselga nisbatan sahiban bilan o'xshash qarashi, musafirga nisbatan kamchilik bor demakchi. Lekin bu ajiz qarash. Val avval rivoyatul Karxi. Dastlabki Imom Abu Hanifaning qarashi ma kitobdan mazhabga vakillik qildi deb Muxtarda olgan qarash Imom Karxi rivoyat qilgan qarash. Ya'ni kesel kishi boshqa bir vojibni niyat qilib qolsa, shu niyat qilgan vojib hisob bo'ldi degan qarash. وعن أبي حنيفة في النفل روايتان. أما جقرقس واجب من يتقل واساد ين مسجد. ما كني مثلا أشكشلا رمضان دا نفل روزغن يتقاسا hükmü kanda buldu diyen meselede İmam Ebu Hanife'den şıkkılı rivayet geldi. Hemen kâle bir rivayette bu El-Hasan ibn Ziyad'ın rivayeti, meşhur rivayetlerden yaqa'u an Ramadana. Nafle ro'za tutsa Ramazonda, Ramazonga hisob qilib ketadi degan qarash. Fali annahu lam yasrifu fil aham.
Sebebi nima shu Ramazon hesap bo'ldi desa, chunki bu biz o'ziga nisbatan muhimroq bir Ramazon ro'zasidan muhimroq bir zarur qilmoqchi bo'lgan ibodat bo'lib qolsa, qilyapsizda kamchilik bersak, bu Ramazon ro'zasidan zarurga ishlatmay, undan to'g'riroq bir nafliga ishlatgan bo'lg'achqa, biz uni Ramazon hesab qilyapmiz. Li'annal xuruj anil uhdati ahammu min an-nafl. Chunki farzni gadindan saqit qilish nafla ro'za tutishdan muhimroq. Al-xuruj anil uhda, ya'ni farzning mas'uliyatidan qutulish, gadindan saqit qilish. Bi xilafi vajibin akhara, ammo boshqa bir vojib niyat qilgan bo'lsa, bunga o'xshamaydi. Fa inna kulla wahid minhuma xurujun anil uhda. Chunki boshqa bir vojibni niyat qilib tutgan taqdirda, bu bir zurul vojib farzni gadindan saqit qilay deb uni hisob qildi. Lekin qarasak, nafliga ishlatdi buni. Bu Hasan ibn Ziyadning Imom Abu Hanifadan qilgan bir rivoyat. Yana bir rivoyatda man qala, bu Imom Ibn Sama'a Abu Yusuf orqali Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhidan rivoyat qilgan. Yaqa'u naflan. Nafl niyat qilgan bo'lsa Ramazonda nafl ro'za hisob qiladi degan qarash. فلأنه لما كان مخيرا chunki u kishi ixtiyorlik berilgandan keyin falahu an yasrifahu ila ma sha. Biz uni ixtiyorlik berdi. Xohlasangiz ro'za tuting, Ramazon ro'zasini, xohlasangiz tutmang. Unda ixtiyorlik bergandan keyin bu xohlasa ro'za tutadi, Ramazon ro'zasini. Xohlasa tutmaydi. Xohlasa nafl ro'za tutadi. Biz uni to'smaymiz. Bu shu Imom Abu Yusuf rivoyat qilgan ikkinchi qarash, sahira qarash. Ya'ni Imom Quduriy shu ikkinchi qarashni al-asah deb ba'lagan. Yani bu Ramazon ro'zasi aslida vojib emas ama ularnikin ig'iz etishga ruxsat bor deganlar. Shu bu xuddi Ramazonning sirtidagi ahvolga o'xshash. Shu masalada nafliga niyat qilsa Ramazonda bu qanday bo'ldi degan masalada Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhining ham qarshini keldi shunama. Sahibaning qarshini kelmadi. Sahiban Ramazon hisob qilib ketdi deb qaraydi. Kitobdagi birinchi qarash bo'yicha. İmam Şafii Ramazonga hisob qilmaydi, chunki Ramazon niyat qilmagan. Nafliga hisob qilmaydi, chunki bu Ramazonda nafl tutaman deb nafliga niyat qilib oldi. Bu irzichayotgan kishidak, ya'ni ro'zasi hisob emas. Qala wa waqtu as-sawm min tulu' al-fajr ath-thani ila ghurub ash-shams. Ro'za tutadigan vaqt fajr sodiq tong otgandan keyin, subh sodiq tong otgandan keyin kun patqanga kadar mushu aralıqda ro'za tutamiz. Liqavlihi ta'ala wa kulu washrabu. Şu ayette uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. مش آية. قال أبو عبيدة لغة المردم الخيط الأبيض الصبح الصادق أقجب لجان بو حقيقة tanıtkan çağındayız. Çünkü bu çağda ufukda ufuk deganimiz kun chiqish tarafga zimin bilan osmon tutashgan aralık. Shu yerda to'g'risi shunda bir jipdak, bir og'amchidak oqlik paydo bo'ldi. Lekin subh kazib bo'lib qolsa, bu jip to'g'risi emas, buni uzun bir tayoqni qo'yib qo'ygani bunda ko'rindi. Shu subh kazib bo'lgandan keyin u yo'liq bir yo'qolib ketib, ondan 15 minutdan keyin ondan to'g'risiga subh sodiq keldi. Aralıqda 20 minut o'tishi mumkin. Ondan subh sodiq paydo bo'ldi. Al-fajr ath-thani degan shu. Abaha al-akla wash-shurba ila tulu' al-fajr. Ash oyatda Alloh taolo tong otganga qadar yeb ichishga ruxsat bergan. Fayahrumu indahu. Undan keyin yeb ichish
Aşı fajr sadiq bo'lgan chaqda andın şekillenishga boshlaydi. Ro'zaning boshlanish nuqtasi shu demoqchi. Lekin Uyg'urda masalan zo'riqni burun yeb soat 2 bilan yeb 4 da masalan taqilgan bo'lsa-mu, 2 deb qilib duo qilayotgan bo'lsa-mu, niyat qilayotgan deb araliqda keyin yemaydi g'asha. Esi bular chunki kecha ro'za tutgan vaqt emas. Ya'ni kechada bir kimni sayin degil bo'lamdi. Niyat qilayotgan bo'lsa-mu, shu ro'za tutish boshlanish nuqtasi qadar, subh sadiq qadar yebsa bo'ladi. Wa amma akhiruhu ro'za tutgan chaqning oxirgi nuqtasi فلقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا أفطر الصائم أكل أو لم يأكل مشاهدس كينكي نقطسني belgileydi deydi. Kecha matrapdan shunda kasa, kunduz matrapdan kassa, ro'zlarning ro'zasi tamom bo'lib, ishta qildigan vaqt kelgan bo'ladi. Yesin, yemesin. Yani bir narsa yesin, yemesin bu ro'zasi tamomlangan bo'ldi. Chunki kecha ro'zasiga vaqt emas. Ham diqqat qilsanglar, ro'zningki boshlanish nuqtasi uchun oyatdan dalil keldi. Tamomlangan vaqt uchun hadisdan dalil keldi. Aslida o'sha oyatda tamomlash nuqtasi bor. Thumma atimmus siyama ila al-layl. Kun patgan qadar ro'zani davomlashtiringlar deb aniq muallif balki oyatdan uni dalil yo'q deb o'ylab qoldimi hadisdan dalil. Hadisni dalil bo'lardi. Mayli. Unda o'niken kecha ig'iz etishga xos vaqt. Kunduz ro'z tutishga xos vaqt. Kechada birisi ro'z tutolgan desa misbaka. Qala wa huwa al-imsaku 'an al-akli wash-shurb wal-jima'. Biron kitobninki bir yetersizligi, bir masalaga munosib nurun ahkamini bayon qilib qo'ygandan keyin ondan bu ro'za nimadan iborat? Keyin uni ta'rif bunda bor. Aslida ro'za deganni as-sawm degan chaqda ashada ta'rif shar'iyda bunda bayon qilishadi. Bunda nisbatun maxsusa va shurutun maxsusa deb taxammu muaqqad bir narsani deb qo'yib, keyin unda yana ta'rif qiladi. Muftirat salas deb sifatlar qo'yib mavzu shu gap. Ya'ni as-sawm nimadan iborat? الإمساك عن الأكل والشرب والجماع. Bunun el-muftirat el-thalas deymiz. Bu elbette ma ro'zda bu savmul avam. Ulamalar endi ayrıydı savmul avam. Buni savmul xavos va savmul xosil xosa. Hozir biz avam mustaqil turaylik. 3 turlik ro'zni buziladigan narsalardan saqlanish. Ma'niyati niyat bilan saqlanish بشرط الطهارة عن الحيض والنفاس. حيض والنفاسdan pak bo'lish sharti bilan. لما تقدم أن الصوم هو الإمساك لغة. Yuqorida o'tib ketdi. Savm degan lug'atda tutish, jim turish, harakat qilmaslikdek ma'noni bildirdi. Zidna alayhi niyya. Biz niyatni buningga qattiq. Ma'niyada. Liyaqa qurbatan ala ma qaddamnahu. Biz yuqorida innamal a'malu binniyat degandek hadisga asosan niyat ibodat uchun shart deb bayon qilgan. Shunga bu yerda imsakninki ibodat bo'lish uchun biz niyatni qilib qo'ydik. Va taharata zidna alayhi tahara deb qo'yiladi. Shunaman zidna alayhi niyya va zidna alayhi tahara min al-hayd va nifas. Nima uchun Hayz ve nifasın pak buluşu lazım deb tepki koyduk. Yoki va taharatu min al-hayd va nifas nimishon desak liyatahaqqaqa al-ada'u fi haqq al-mar'a. Ayol kishining haqqida ro'zini to'g'ri ado qilish vujud uchun va tamamuhu marra fil hayd. Buning munosabatlik ahkamlar hayz babda biz taklif o'tdik. Hayzlar ro'za tutsa bo'lmaydi. Nifaslar shuni hukmida. Hozir ba'zi Qur'onchilar ro'zasi bo'ldi degan qarashni o'tirish qilganlik uchun buni ta'kidlash muhim bo'lib qoldi. Bo'lmasa bu sahobalarning zamonida, Rasulullohning zamonida aniq masala. Va niyyatu niyat ibarat an ya'lama bi qalbihi annahu yasum.
Bu sözümü azı tekrar. Burun bir kıtım da bulduk bunu. Bi kalbihi dedik. Bilisani degen gep yok. Vakat marra. Yani yukarıda biz kalbede niyet kıldık, özüden niyet kılış gerek emas. Hatta soruluk deyişinin özümü niyetin bağlılığını bildirdi de bütekket. قال ويجب أن يلتمس الناس الهلال في 29 من شعبان وقت الغروب والمأثور عنه صلى الله عليه وسلم وعن السلف رضي الله عنهم. Hazır bu hüküm Ramazan ayını köreş için çıkışını hükmü. Ramazan ayını köreşki çıkış Hanefi mezhepte vacib al-kifaya. Bakın vacib dediğin vacibdir. Hanbeli mezhepte mustahab. Maliki ve Şafii mezhepte bu doğruluk bir gap yok. Manada karasan ama Hanefi mezhepten manasında alayda mezhep ikenligi çıktı. Yani Şafii mezhepte, Maliki mezhepte bu ayıga çıkışının mustahab ya vacib olan bir gap yok. Kitabımızı sanın bak tapamayız. Bu doğruluk toxtalmalı. Hanbeli mezhepte mustahab da koyalım. Hanefi mezhepte lan vacib kifaya. Ki kaide ma la yetimmul vacibu illa bihi fehu vacib. Mustahab da hiç kusuma buldu günah olmaydı. O bir boş tarafı. Hanbeli'nin ki bu ayını küreş bilen Ramazan kirdigan, Eid ayını kirdigan nurgun ahkamlar mujnun qarashlar. Bunun siga hadisdimi sumu li ru'yati va aftiru li ru'yati deb shu ayını küreşga bog'lab qo'ygan. Ha oyatdimi yasalunaka anil ahilla kul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Nama shu hilal belgilaydi buni. Yani ayet qaragan vaqtimizda 29-kuni maktabda vaqtal g'urub kun patgan chaqda yoki shuni desak burroq chiqib tayyorlik qilib turamiz. Kun patgan chaqda kun petish kerakga qaraymiz. Ba'zi davlatlarning jug'rafiyalik o'rni qarab quyosh ketib bo'lgandan keyin ondan bu oy shunda bir siziq, bir kirpikdek bir narsa bunda ko'rindi. Belki bir minut yoki 2-3 minut turib ko'rib undan keyin yo'qolib ketadi. Unda ilgari ko'rmaslik mumkin. Chunki quyoshning nuri kuchli bo'lgan ekan, buni to'sab qo'ydi. Kun petishdan burun ko'rangan yoki tushdan ilgari ko'rangan kurash hisob qilinmaydi. Shu kun patgandan keyingi kurash shu hisob. Shuni qaraydi. Qaragandan keyin kishilardan ko'rganli bo'lsa bu qozining huzuriga kirib men ko'rdim deydi. Havo tutuq. Bo'lgan ahvolda men ko'rdim deydi bo'ldi. Bir odam bo'lsa, misol havo 3 kun bo'lib qolsa, yo'qim xili jiq odam kelib guvohlik bermasa hisob qilmaydi. Qozi xonimmi men ko'rdim deb qolsa deb yo'lsini bunda qilmaydi. Qanday ko'rdim, qaysi taraf ko'rdim, oyning uchi qaysi tarafga ekan, qancha minut ko'rdim, sen aqli o'shin joyidimi, tan salomatliging joyidimi, qilmisi erishib qolgan bo'lsa qabul qilmaydi. Kurash iqtidori ojizidan bo'lsa qabul qilmaydi. Uning joyi shartlari bor. U bundalamda qo'yilish emas. Ondan o'qigandan keyin ondan ay ko'rganlik ya ko'rganlik ayon bo'lgan. Qala fa in ra'awhu samu. Ayni kurash chiqdi. Ayni kurash chiqqandan keyin ayni ko'rgan bo'lsa, albatta buning shartlari bor. Havo tutib bo'lsa, ya o'chib bo'lsa, qancha kishining ko'rgani hisob qildi deganda bu mazhabning shartlari bor. Yani umuman qilsa ko'rdimi, ko'rdi. Ko'rgandan keyin ko'rganlik isbotlansa, ro'zasini boshlaydi. Va in gumma alayhim havo tutqilab qilib, ko'rinmay qolsa, bulut qilib qolsa, akmaluhu 30 yawma. Atse yani bir kun ro'za tutib 30 kunni to'liqlatdi, so'ngra 31-kuni Eid bo'ladi. Liqawlihi sallallohu alayhi vasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaykum fa'uddu sha'bana 30 yawma. Yoki boshqa rivoyatda fakmilu iddata sha'bana 30 deb kelgan.
Şunu körep rüztonlar. Şunu körep g'izichanlar, yani hilalni demakchi. Yangi tug'ilgan hilal oyini demakchi. Hava tutuqlab qilib kiranmay qolsanglar, Şaban ayini 30 kun to'liqli o'tib, 31-kuni e'tib qilinglar demakchi. Qarasanglar bu yerda ya astronom, ya munajjim, yoki bir idora bekitadi degan gap yo'q. Shu oyni kurashga bog'lab qo'ydi. Çünkü bunun da 30 gün deb belgiletken bu degan gap bekamız. Ay qarab şundan belgilaymiz. Yana ru'ya meselesi dikkat qilsanglar, kurash hozir normal insonning ko'zidan kurashga bog'lab qo'yildi. Bu balki ko'rgan chaqda, osmon qaragan chaqda oy chiqib qolgan biz ko'rmagan bo'lishi mumkin. Yoki bir kun burun chiqib qolgan bo'lishi mumkin. Shundadimi? Yo'q, sana shu ko'rgan bo'yicha ish qilsan dedi. Mesela oddiysi biz bomdodni kun chiqqan qadar o'qisak bo'lsin, ama kun chiqayotgan chog'da o'qisak bo'lmaydi. Harom. Lekin biz kun chiqmadi degan chog'da aslida 8 minut burun kun chiqib qolgan bo'ldi, chiqadigan joy. Lekin bizga ko'rinishi 8 minutdan keyin chiqib qolgan ko'rindi. Yani biz hozir kun chiqmadi deb namoz o'qiyotgan chog' shu 8 minut ichida o'qigan bo'lsak, kun chiqayotgan chog'da o'qigan bo'lmaydi aslida. Lekin shariat nimani hisob qildi? Bizdan o'sha hozirgi ko'rishimizni hisob qilgan. Amaliyotda bu chiqib qolgan deb shu teleskopdan yo'g'onlarni akilib bunda qarab uni qilish kerak emas. Chunki bu shariat dunyoviy her zaman her makonga yaraydigan qilib Alloh taolo bekitgan. Bu tarixdan buyon nayte xalq jamiyatining bo'lgan kishilarning unda uskuna nimalardan ilmiy taraqqiyot bo'lmagan yezning adamlari va shaning adamlari va bundan kim har xil jamiyat va har xil saviyadagi odamlar bo'ldi. Buni shu hammalarning imkoniyati bo'lgan bir narsa bog'lab qo'ygan. Ma bir anda alaydilik. Şuna biz gerçi o gün bir gün uyan bulup ketken bo'lsa-mu, ko'rgan bo'yicha hisoblaymiz. Hem Allah Taala bizden şu bo'yicha hisob oladi. Qala va li anna ash-shahra kana thabitan. Yani bir tarafdan da dalil ash-shahr yani Şaban kana thabitan. Biz Şaban ayida deb Şaban'ni yashab kelayotgan. Fala yazulu illa bidalil. Bundan ki bu Şaban aydan keskin bir delil bo'lsa, ondan chiqtimas. Al-yaqin la yuzalu bish-shak. Hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ash-shahru hakaza, ash-shahru hakaza deb 29 mi 30 mi kilodo deb ishora qilgan. İlla bidalil. Şaban aydan chiqish uchun bir delil lozim. Ramazon kirdi deyish uchun. Ve huwa ru'ya, bu bo'lsa Ramazon ayini kurash yoki av ikmalda kuramaydigan bo'lsa 30 kunni to'liqlashdi. Ve hakada al-hukmu fi kulli shahrin. Her ayda hukm shunda bo'ldi. Yani her ayning kirganligini biz Şabanning kirganligini qanday bilgan? Shu oy qarab bilgan. Yani bo'ldiganlikni Ramazon tugasa Shavvolning kirishini shunda bilamiz. Ay shu oy qarash bilan kirdi. Yoki 30 gün to'liqlash bilan kirdi. Qala va in kana bis-sama'i illatun illatu ghaymin aw ghubarin. Yoki illatun daqlab ghaymun aw ghubarun desak bo'ldi. Mush illatninki izati ghaymin aw ghubar degan. Osmonda bir illat bo'lib qolsa, bu illat ya bulut luqavat bo'lishi mumkin yoki chang tuzan bu xonaqda to'payib ketgan vaqtlar bo'lishi mumkin. أو نحوهما يكشن وخشش أهوالله مما يمنع الرؤية bu nasla bu illatla kurashni tuzab qo'ygan nasla qubila shahadatul wahidil adl ravus bir kishininki guvohligi qabul qilindi. Hozir kunni biz ikki xilga ayirdik. Havo ochiq, suzuk vaqt. Osmonni suzuk, havoni ochiq, ko'rilsak to'sal bo'lgan bir narsa yo'q. Bunu bundan bayon qildi. Hozir unda ayni havo tutib qolgan ahvolda
qanday qilamiz desa, bu ahvolda biror tuzuk bir odam bo'lsa, shu men ko'rdim desa, shuning so'zini qabul qilamiz deydi. Va shahada debdi, shahada deb qaramaydi arabiy mazhab. Yo'q, bal qawluhu deymiz. Shuning so'zini qabul qilamiz. Wal hurru wal abdu wal mar'atu fi zalika sawa. Qul bo'lsin, bir odam bo'lsin, ayol kishi bo'lsin yo er kishi bo'lsin, hammasi o'xshash. Ba'zi ahvollarda o'zini qabul qilgan o'rinlar bor. Bir kishining o'zini qabul qiladi. Masalan, tug'utanisinikini qabul qilamiz bir kishining. Yani mesela bir kişi dedi ama Şafii mazhabda çoğun iki bo'lishi lozim. Ammal vahidu falima taqaddama min hadithil arabi. Yani bir kişinin şahadetini qabul qilaman desa, bunun delili öteki hadisde bir arabi kelib, men aynı ko'rgan degandan shuni qabul qilgan. Bu dalilimiz edi. Wa li annahu amrun diniyun. Çünkü bu dini mesele üstünde bo'layotdi hozir. Aynen isbotlanışı. Emrin dini degan kishilarningki muomala, da'vo dasturlari emas bu. Da'vo dasturi bo'lsa, guvochi desak, falonni o'g'illik qilganni yo mana o'tagini ko'rgan bitdan deb ichki guvochi bo'lmaydi deydi. Hozir bu diniy masala. Muomalat masalasi emas. Huququl ibod emas bu. Fayuqbalu qawlul wahidi karwayatul akhbar. Şuna bir kişininki sözünü qabul qilamiz. Şunga yerda yuqbal qawlul wahid dedi. Shahadat iborat surishi to'g'ri emas. Chunki bu shahadat emas. Ya'ni bir mazhabning qarashida bu shahadat dairasiga kirmaydi. Agar shahadat dairasiga kirib qolsa, ikki odam bo'lishi lozim, yo undan jiq bo'lishi lozim, ayol kishi bo'lsa yo bo'lmaydi, yo qul bo'lsa bo'lmaydi, guvohlik berman deydigan so'z bilan bo'lishi kerak degan jiq shartlar bor. Yani da'vo bo'lishi kerak debdi. Yani guvohlik berish uchun bir da'vo bo'lishi lozim. Birisi da'vo ochgan bo'lsa, ondan guvohlik berish keladi. Bakar avval guvohlik qilmaydi. Shu yerda yuqbal qawl wahid deymiz. Mushto'g'ri. Karvayatul akhbar. Mesela hadis rivoyat qilgan chaqda Rasulullohning bir hadisini rivoyat qilsa, bir sahabi rivoyat qilsin bo'ldi-ku. Mesela innamal a'malu binniyatiga ashadisimi Hazrat Umar bilan rivoyat qilgan. Wal ikhbaru an najasatil ma'i wa taharatihi. Mesela bir suvni ko'rib biz tartalaydi deb pokizmi yo'qmi deb qolmay qolsak, bir odam ko'lni bo'yib turgan bo'lsa, bu suv pokizmi deb so'rsak, shu javob bersa, shu yetarlikdir. Chunki diniy masala. Wala yushtaratu fi lafdhu shahada. Bunda guvohlikdan o'tman, guvohlik bermanki deydigan unda lafzlar shart emas. Ayni ko'rdim desa bo'ldi. Yo'q, sen ashhadu anni ra'aytul hilala kaza va kaza deb bunda nutqishim shart emas. Asli bu guvohlik emas zaten. Wala yushtarat fihi an fi hilal Ramazan. Niyada diqqat qilsanglar, Nabiy mazhabning bunda jinish kiri bor. O'sha Ramazonning havo tutqulab qolgan chaqdagi kurash ishida guvohlik shart emas. Lekin havo tutqulab qolsa, guvohlik dairasiga kiradi. Yana Şavval ayının ispatlanishi uchun guvohlik dairasiga kirdi. Men bakjinish kiyamadi deb bu. Wala yushtarat fi degan fi hilal Ramazoningga. Ama hilal Şavval bo'lib qolsa, yushtarat. Shunga masalan Şavval, Zulhijja bu oylarning kirishida shahadat iborasi bilan guvohlik berish lozim. Nima uchun desa, Şavvalning kirishi, Zulhijjaning kirishi bandalarning huquqiga bakrak chetishlik. Huququl ibod dairasiga o'tib ketib, bu guvohlik degan dairaga o'tib ketadi. Lekin Ramazon namasi bu bir diniy bir ish uchun bo'lg'achqa, bu bandalarning huquqiga munosabat bo'lishdan bakrak diniy masalaga munosabatli. Undan keyin buning da Ramazon oyini ko'rishda men ko'rdim deb lam qo'ysa bo'ladi. Wa ammal adalatu fali'annahu min akhbar ad-diyanat. Amma nima uchun aşı bir kishi adil bo'lish kerak deb shart qildi o'qisa, chunki bu diyanatga munosabatlik ish. Fatushtaratu al-adala. Yani diniy ahkomlarni biz shunda rasul, taqvodor, eg'ir paslamas, bunda kishilardan olibdi-ku. Shuni adolat shart. Endi adolat degan nima desa, bu insonda
davomli taqvodar turish va adimgarchilikni yo'qotib qo'ymaslikqa kafolat qilgan bir sifat xudo. Buning eng tuvan sharti albatta farzlarni ado qilish, kabair gunohni tashlash va kichik gunohlarni israr qilmaslik deymiz. Bundan boshqa adimgarchilikka daxl etkazadigan, adimgarchilikni zidlaydigan ishlardan saqlanish deymiz. Kasairil umur diniye. Başka kanda dini işlerde biz şu adaletine şart tuttuk. Ve tuqbalu şehadetul mahdudi fil qadfi. Asli bir Müslümanı zinadan qarılgan ahvalda bu zinani ispatlay olsa, o qazib olmay, cinayet ispatlanıp, qarşı zina qurulab, o cezasını da agar ispatlanmay, tedguvachi to'liqlanmay qalsa, bu qarılg'uchi bo'lib cezasını da tuttu. 80 derece uğurlukta şunama. Lakin şu ayette فَجْلِدُوا 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا dedi. Şunama. Aşında qarılaş cinayet sadır qilganlikin bularning ikkinchi umr bo'yi guvohlikni qabul qilmaslik qo'shimcha ma'naviy jazo deb qarasa, aşında ahvolni sadır qilganlarning guvohligi hech qanday qabul qilmaydi deydi. Şu meselede Hanifi mezhep bu şehadet dairesinden bulmuşta başkalarını qarılgan cinayette cezalangan kişi olup kalsımı bunun sözünü kabul kılımız demek. Guvalık emas, sözünü kabul kılımız demek. Fatukbalık kavlu denmiş olma. Ya maktabda şehadet de koydu. Şehadet emez bu. İzâ tâbe, tevbe kılsa. لأن الصحابة رضي الله عنهم قبلوا شهادة أبي بكرة رضي الله عنه. Ebu Bekir radıyallahu anhu bir qazf iştirak edilib cezalangan. Lekin mushunda hadis rivoyat qilishida Ebu Bekir radıyallahu anhu rivoyat qilishini qabul qilaveramiz. Nima? Ebu Bekir G'azvat Hunaynda Taifdan bir bakra, bir yosh to'giga minib Rasulullohning tashqariga tushib musulmon bo'lgan sahoba. Shu Ebu Bekir degani shu, "Li'annahu nazala an Taif ala cemalin şabin." Şu sebepten Ebu Bekir deb atalgan. Kunya bu rukuda tuğan çağda namazı kiriplam ruku qilganlarni dik minib setkirib olgan sahoba shu. La ta'ud dedi. Çünkü bu diyanet işi. Şunu şehadet Ebu Bekir demaymiz. Rivayeti Ebu Bekir radıyallahu anhu deymiz. Hadis rivayetimiz qabul qilamiz bu. Şunu demek ki, ya şehadet emez. Ama şehadet olup kalsa bir mezhepte bu mahdud fi qazf şehadet kabul kılmak. قال وفي المستور الحالي خلاف بين الأصحاب. Mestur el-hal degan bunun nachar adamligi ma'lum emas. Biz bilmaydigan. Majhul el-hal deymiz. Masalan, hadis rivoyat qilgan chaqda raviyni isbotlagan chaqda jarh va ta'dil ulamolari fulan majhul deb qo'ygan. Uning ahvolini bilmaymiz. Balki adl bo'lishi mumkin, yoki kazzab bo'lishi mumkin, yoki fasq bo'lishi mumkin. Buningda imomlarimizning o'rtasida ixtilof bor. Al-ashab imomlarimiz o'rtasida ixtilof bor. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi masturul halni qabul qilmaydi. Chunki musulmonning ahvolini biz yaxshi qarab, gumon qilmay, bu yaxshi taqvodor musulmondir deymiz. Bu Imom Abu Hanifadan kelgan bir rivoyat. Imom Abu Hanifadan kelgan zohir rivoyatda qabul qilmaymiz deb qaraydi. Hanifi mazhab ulamolari buni surishib baqamiz. Tekshirgandan keyin, surish qilgandan keyin buni adl ekanligi ma'lum bo'lsa, bo'ldi, qabul qildik. Fasq fiqi ma'lum bo'lib qolsa, qabul qilmaymiz deyish mumkin. Qala va yuftaradu ala man ra'a al-hilala an yu'addi ash-shahadata idza lam tathbut dunahu. Al-hilal şadır Ramazan ya. Ramazan ayini aşında hava tutup kunda ko'rgan kishi buni qazo xunumga ma'lum qilish kerak. Va yu'addi shahadat bu shahadat emas sanadi mazhabda. Yani men ko'rdim deb ma'lum qilish lozim deymiz. Aslında ma'lum qilishi farz.
İza lam tasbut dunahu. Yani aş kişi ma'lum qilmasa, boshqalar faqat ko'rgan ahvol bo'lib qolsa, ya ko'rgan isbotlanmagan bo'lib qolsa, aş birdan bir adam bo'lib qolsa, shuning gardinga farz ayn. Hatta yajibu alal muqaddarati. Hatta dinkin kelgan fe'li ba'zi marfu bo'ldi. Endi muqaddar qilmasa shunama marfu. Hatta yajibu alal muqaddarat. Bunda farz bo'lg'achqa, shunga mushu ahvolni ma'lum qilish, uydan sirtga chiqmay o'tiradigan ro'pash ayolg'imi vojib, farz. Muqaddara degan chimildaqda o'tiradigan, ya'ni xuddan bir uydan sirtga chiqmaydigan emas, chimildaqning sirtiga uyga o'ylab chiqmaydigan ayol degandek. Faqat uydan chiqmay bunda o'tiradigan ayol kishi bo'lib qolsa-mu, ya'ni umrda chiqmagan desak, mush ishqiga chiqishi lozim deymiz. Muqaddar Xidr. Ve yevme dakhaltul Xidra Xidra unayzatin. Ve illam ya'zan laha zawjuha. Yani iri ruhsat qilmasa-mu, chiqmaysan deb ko'tarib chiqib qozining oldida ko'rganligini bayon qilish lozim. Yani bu din ishi ham buningga unda sal qaraydigan ish emas demakki. Qala fa in akmalu 30 yani 30 kunni to'liqlasa dedi. Bu 30 kun to'liqlash hozir nimaga asosan bo'ldi? Havo tutib chaqda Ramazonning oyini bir adam ko'rdim degan so'z bilan biz Ramazon kirdi deb sanab 30 kunni to'liqladik. Sagi o'tan so'ngan tushunilmaydi. Ramazon oyi havo tutib qo'yganlikdan bir adamning ko'rdim degan so'z bilan biz shuni hisob turib Ramazonning birinchi kuni bekitdik. Shuni bekitgandan keyin sanab kelib 30 kun to'liqladik. 29-kuni mo kiranmabdi biz 30 kun to'liqladik. Akmilu iddata Shaban 30 deganda iddat Ramazon 30 to'liqladik. Va lam yaraw al-hilal. 30 kun to'liqlagandan keyin oyni ko'mida bu oy qaysi oy? Shavvolning oyi. Shavvolning oyi. Bundan ekan 30 kun to'liqlab bo'ladi. Unda hadisda ya oyni ko'rib 29 olsunmi oy tugdi deysizlar yoki 30 kun to'liqlatib oy tugdi deysizlar degan to'g'ri. Endi 30 kun to'liqlab bo'lsa, endi shu 30 kun to'liqlandi deb Ramazon chiqdi, Shavvol oyi kirdi demdo ma'nosida. Qala Muhammad rahimahulloh يفطرون بناء على ثبوت الرمضانية بشهادة واحد. Aslida bu Ramazonning hilali, Ramazoniyat yani hilal Ramazon demakchi. Ramazonning oyi bir kishiningki so'zi bilan isbotlangan bo'lg'achqa, bu isbotlandi deb, ondan keyin 30 kun bo'ldi deb to'liq bo'lgandan keyin bizning qoida bo'yicha oyni ko'mgan holda 30 kun to'liq o'tsak, shu bir oy tamom bo'ldi degan qoida bor edi. 31-kuni yangi oy tava bo'ldi. Mana shunda deb qaraymiz va 31-kuni hayit qilamiz demakchi. Va in kana la yathbutu bihi ibtida'an. Aslida havo ochiq bo'lib, ham ishlar bo'lsa, u bir kishining guvohlik bilan so'zi bilan yangi oy kirganligi isbotlanmaydi-ku. Aslida unda isbotlanmagan bo'lsa-mu, lekin ashu isbotlandi deb qarasa, keyin ondan uning ustiga 30 ni qator tizgandan keyin 30 tamom bo'lsa, 31-kuni hayit desak bo'ldi deymiz. Aslida unda isbotlanmaydi. Lekin biz Ramazonni kirdi deb qarayotgandan keyin, undan keyin shu Ramazon kirgan hisobda bo'lib normal jiqadan ko'rib isbotlanib chegandaklan bular 30 kun to'liqlasak 31-kun Shavvol tava bo'ldi deymiz deydi. Bu bir qiyos keltir. Xuddi masalan miros masalasi. Bina'an ala thubut an-nasab bi qawl al-qabila. Aslida bu miros elish haqqi bormi yo'qmi degandek masalalar bir kishining so'zi bilan isbotlanmaydi. Falan miras bo'lmasmi desa, unga ikki guvochi bunda bo'lmasa isbotlanmaydi. Lekin nasabni isbotlashda biz tug'ut onasining so'ziga tayandik.
Ya tug'utlansa, mush ayol tuqqan bola mushu deb tug'diriblam chiqib, balni ko'tarib ya falani xonim mushuni tug'di desa shu hisob qo'y. Ay nopustab turgan shu tug'digan doktor ayolning shu xat bilan tug'ilish guvohnamasi bir tazi. Ya shu hisob bo'ldi. Bu yerda miras isbotlash degan gap emasmi bu? Lekin nasab isbotlash. Nasabni isbotlab bo'lgandan keyin bu falonning bolasi deb bir ayolning so'zi bilan falonning bolasi bo'lgandan keyin uning ota-onasi o'lib qolsa, shu bola bir ayolning so'zi bilan isbotlangan nasab bilan miras topadi. Aslida nasabni isbotlash bir ayolning so'zi bilan isbotlangan. Miras aslida unda bir ayolning so'zi bilan isbotlanmaydi. Ammo nasabga da ergishib uni so'rlab miras ola oladigan bo'ldi. Bundan nasab isbotlansa, mirasxo'rlikmi isbotlanadi. Yani biz ma'nosimizda Ramazonning oyi bir kishining so'zi bilan isbotlangandan keyin bunga ergishib 30 kun o'tsa Shavvolning oyimi isbotlanadi deymiz. Bu shu Muhammadning qiyosi shunday iborat. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنهم لا يفطرون أخذا بالاحتياط. إمام أبو حنيفة حسن بن زياد في روايته 30 gün toşkan takdirde mi bular ağzını içip etmeyi turdu. Yani Şavval'ın birinci günü de parıldığına ayet 31. günü mü ağzı açmayı turdu ihtiyaten. Ne için? Çünkü 30 günlük hesaplaş aslida nimaga asosan bo'lgan? Bir odamning so'zidan bo'lib qolgan. Bir odamning so'ziga asoslanib turib, biz 30 kunning birinchi kunini hisoblashga boshlagan. Shunga asosan 30 kun tamom bo'ldi. Yani mush Abu Hanifadan kelgan mush rivoyat Abu Yusufning qarashi. Undan Abu Hanifaning qarashi Shayxonning qarashi deymiz. Lekin miyal farqi İmam Abu Hanifa Ramazonning iyi kirganligini bir odamning guvohligi emas, havo o'chib qolamiz, 2 odam va 100 odamning guvohligi bilan Ramazon kirdi degan bo'lsa, 30 kunni to'liqlagandan keyin 31-kuni o'z ichib o'tish lozimdi. Lekin hozir manda ya ehtiyotdan o'zlashmay turmaymiz debdi. Va qala Muhammad rahimahulloh la attahimu musliman bi ta'jili sawm yawmin. Bir musulmonni sen bir kun burun ro'za tutib olding deb bunda bir qaramayman demak. Yana shu to'g'ri bo'lgan. Mushunlar isbotlanib haqiqiy guvohlik bilan isbotlangan o'xshash deb qarayman demakchi. Qala fa in radda al-qadi shahadatahu sama. Ana shu havo tutqichda hech kim ko'mabdi. Birisi ko'di. Ko'rgandan keyin bu zo'r ishlar olsin qo'yib, shu bir farzga farz aynolab ketdim-man, ma'lum qilay deb qozoqimning oldiga berib, men ayni ko'rgan degan bo'lsa, qozi buni aniqlab qo'yadi. Sen qanday ko'rding, qanday vaqt ko'rding, ko'zning ko'rish quvvati qanchalik, aqli qandaroq, rasul mo'yilganchimi, hammada tekshirib qilgandan keyin ma'lum sabablar tufaylidan buning so'zini rad qildi. Qabul qilmabdi. yoki e'tibor qilmabdi. Innovatsiyasining gapi debdi. Shunday ahvolda Sama bu kishi qanday qildi? Ro'za tutdi ekan. Chunki bu odam o'zi ko'rgan. Men ko'rdim dedi, lekin qarashanda buni. Bu o'zi ko'rgan bo'lgan ekan, so'molar ru'yati degan bo'lib qolg'achqa, buni ko'rib ro'za tutgan ekan, bu ro'za tutdi. Fa in aftara qada li wujubul ada. Ko'rgan bo'lgan ekan, ro'za tutish kerak bo'lgan ekan, ro'zani tutib, ro'zani ado qilish vojib bo'lgan ekan, bu o'chaqda tutmasa qazosini qilish lozim. Wala kaffarata alayhi bimakan shubha. Lekin unda bu ro'zani buzsa qasdan jimo bilan yoki o'zetish bilan buzib qolgan taqdirda kaffarat kelmaydi deymiz. Aslida kaffarat keldi. Lekin mushadan nisbatan kaffarat kelmaydi. Nima uchun desa,
Çünkü bir şübhe var yani onda. Nima uchun shubha olsa, buning rivoyati qabul qilinmagan. Yani sözü e'tibor qilinmadi. Yani shariatda sözü e'tibor qilinmadi deymiz. Wala yuftiru akhir ash-shahr. Shuna bu ruztub mana berib, jamoat qachon Eid bo'ldi degan chaqda shu kishilar bilan birga ig'iz ochadi. Ya 30 to'liqlagan yoki kishilar ayni ko'rlikda boshqalar tarafdan isbotlanib qolsa, jamoat bilan birga ig'iz ochadi. Walau aftara la kafarat alayhi amalan bi'tiqadi. Bu yuqorqi so'zni takrorlagandek, ig'iz ochib qolsa, u o'zining ko'nglida shavol kirib bo'ldi deb e'tiqod qilgan bo'lsa, xato bir ishni qilmagan bo'lsa, kafarat kelmaydi deymiz. قال وإن لم يكن بالسماء علة. Endi havo uçuq bo'ldi. Havo tutuq emas, to'payib ketgan ahvol yo'q. Bunda suzuk. Ayni ko'rashga to'salg'ildigan bir narsa yo'q. Bunda ahvol bo'lib qolsa, lam tuqbal illa shahadatu jam'in yaqa'ul ilmu bi khabarin. Ya ikki degan gap yo'qdir, ha? Bir turkum, bir to'p odam guvohlikni o'tash lozim. Yaqa'ul ilmu bi khabarin. Ashularninki guvohlik bilan yangi oy ko'rilibdi deb ko'ngil xotirjam bo'lgan bo'lsa, ondan hisob qilindi. Ana o'sha diqqat qilsanglar, hozir yangi mazhab qarashida yangi oyni, ya'ni Ramazon oyi ma'vosi. Bunda kelib Ramazon oyini ko'rish tutuq havoda degan masalaning oxirini bayon qilib o'tib, hamda havo ochiq bo'lsa deb Ramazon oyining oyini ko'rishga qaytdi. Ramazon oyini ko'rdi, 29-sila oy ko'rishsak, nurg'un odam qazoxonimga kelib biz guvohlikda o'tamiz. Ma'lum odam guvohlik degan masala. Guvohlikdan o'tamiz, guvohlik beramiz, oyni ko'rdik deb guvohlikdan o'tdi. Amsa yaqa'ul ilm digo, ilmdan maqsad yo'da ilmul yaqin emas. G'olib zon. Ko'ngil xotirjam bo'ldik bir ahvol bo'lsa bo'ldi. Ana mushahada sanni belgilamadimi? Ana mazhabda 2 yoki 50 deb bunda belgilamadi. Shafiy mazhabida, Hanbali mazhabida 2 kishi guvohlik o'tash, isbotlash ishlari bandalarning huquqini 2 shahidai adlin bilan isbotlandi deydi. Muanifi mazhabdan o'xshamaydi g'ayri, uni san bekitmadi. Balki 2 kishi bilan qazoxonim xotirjam bo'ladi, 2dan ko'rgan bo'lsa hisob deyish mumkin. Lekin ma'noda jihsan shart qilingan bir ahvol bor. Va huwa mufawwadun ila ra'il imami min g'ayri taqdir. San belgilash yo'q uningda. Ashu imom xalifatul muslimin yoki u belgilagan qozi o'zi ahvol qarab ish tutadi. Huwa sahih. Ana bu mazhabda to'g'ri qarash shu. Bu zohir rivoya shu. Zohir rivoya shu. İmam Abu Yusuf rahmetullah alayhi, Abu Yusuf rahmetullah alayhi'den kelgan bir rivayette, bu zahir rivoya emas, shuna bir rivayette 50 kishi bo'lish kerak degan. Chunki qasam masalasi bor-ku, bir mahallada bir o'lik tepilib qolsa, qotilni topolmay qolsa, shu mahalning 50 kishini qasam qilishadi. Ko'mdi qotilni bilmaymiz, biz mutamada bunda qasam qilsa, unda aniqlashadi-ku. 50 kishi bo'lish lozim degan. Xalaf ibn Ayyub, biz Xalaf ibn Ayyubning tarjimonini bayon qilib o'tgan edamiz. Balx ulamolardan, mashayix Balx. Xalaf ibn Ayyub İmam Muhammad va Abu Yusufning shogirdi. Bu Balx shahrida 500 kishi guvohlik qilsa oz hisoblanadi dedi. Shu shahrda 500 kishi nufusi qo'ygan bo'lsa, 500 kishi bunda 1000-2000 odam ko'rsa, hisob qilmaymiz degan. İmam Muhammad imomning xalifatul muslimin yoki uningki o'rinda xizmat qilgan qozininki mo'ljallashiga bog'lab shuna qarab Ramazon kirgan o'xshaydi desa, Ramazon kirdi deb hisoblaydi. Azliqni imom o'zi belgilaydi demakchi. Lekin bu to'g'risi bu yerda bir xil tavotur bo'lish lozim. Ya'ni bu mazhabda bir xil tavotur.
Yani hem mağdan hem jüdden kişiler var biz köydük diye top bunda kelse ay kiriptu da onun tonal hatırcam buldu demek. Hazır Suudi Bisallı'da şu çıkaylan ay köydük da qazıxana biri dualıqda üsse yanayı kirgenlik ispadı. Şuna ve sahih de koyulan zahir rivaya aşı imamınki mülçerleşki bağlı san şeklini sevdi. وهذا لأن المطالع متحدة. Niçin ise şu bir şeye nispeten elbette şu şeye nispeten gün ay çıkıdığan urullar bir oldu. Bir şeyin halkı nispeten bazı muayene görülmeydi. Vel mevani'u murtafi'atun. Ya tosalı yok, çan toza ya ki bulut nasıl yok. Vel absaru sahihatun. Gözlemi şu köydük diyelim göz sağlam. والهمم في طلب الرؤية متقاربة. Aynı küreşke nispeten hemmelerinin himmeti okşaş. Şu aynı küreşki çıkayla küreyle de daha intildiğin ahval var deydi. Belki de şu çağlarda şunda boğ gitti. Hazır mesela bizden Müslümanlığın neçeden çıkıp şu çağda ay karıp bakılda çıkıldı yok derlik. فلا يجوز أن يختص بالرؤية البعض القليل. Bundan kim bir şadan 1 milyon mesela. Aslında adam durup hem adam göz körelediğin bir ay qaraydigan bir intilish batırıp okşaş uçup durup ava. Onun için ikki adamların küre başkadan körmeydigan davranış qalsa bu agvalıqni zidileydigan bir yani guman qo'zg'aydigan bir ish. Şunu bunun işlenmeye kılmaz. Az bir kısım kişilerle biz köydük dep kalsa köyge buluşun atayın. Ne için ise nurgun adam bulap bunun işinden aşında bir neçe yıllarlam çıkıp biz bunda ümkâganda galati bir ahvalını ifade etse bu iniq hata işkilatlığı ma'lum buludu dedim. Mesela xuddi hadis rivayetinde şuzuz edilen bir narsa. Bunda bir şeyhten mesela İmam Malik desek, İmam Malik'ninki şagirdleri 40-50 şagird var, yani 100 şagird var. Bunun içinden İmam Muhammed Nur'un şagirdlerinden bir xil rivayet kıldı. Ama Yahya'l-Laythi 50 ravi o'xshamaydigan boshqa bilganni qilib chiqdi. Misal qarsak, tashahhudda barmoqni meditatsiya. Mesela mushuni misal qarsak, bir şeyhdan rivayet qilgan ravilar rafa ve nasaba degandek ibareler var. Bireyler yuharrikuha deb var. Yani kim bu rivayet ne buldu? Şad rivayet. Bu rivayet qilgan kishi başka ravilerden de seriştusa başka 20 ravi var. 20 ravinin içinde 5'i bunun avsaq şeylik. 5-6'sı bununla tam. Yani 7-8'i bunun törek turduğun bunda ravi. Muhalafa olganlıkken özünün şeyizlik ve özünün tanıdırıcısı ravilar xilaf. Yalnız bunda bir narsa rivayet tutganlıkken bu rivayet şazidir. Onu kabul qilmaymiz deyishi mumkin. Rivoyatimizda. Bunlar muşum hazır nimaga o'xshab qoldi? Ay rivayet şazidir. Bu şaz 100 milyon adam bo'lsa, mush ikkaydandan boshqalar ko'midimi? Siz ikkinglar ko'rdingmi? Ikkaydan o'yna. Şu anda yani bir mazhabni muşu meselede başka mazhabning mensupları eyleşi mümkün. Kişinin şahadetiyle kabul kılındığı nima bo'lsa şeriatda İslam unmayslar burada. Lekin hamda muşu rivayet işiga qiyas qilsak a tarafdan to'g'ri chiqadi. Chunki bu qiyas nas bo'lmagan ahvolda shar'iy dalilmi dalil emas bo'lgan dalil. Bundan dünyada şer'i delil tayandı, kıyas tayandı deydi anladığımızda. Yani kıyasın şartı, erkekleri tulup boğan çağda şatak yok deydi. Qala ve rava'l Hasan an Abi Hanife rahimahumullah ennehu yakfi şehadetul ithnayn. İmam Ebu Hanife'den gayri zahir rivayette El-Hasan ibn Ziyad şuna bir rivayet kıldı. Yani bu şu hava uçuk çağda Ramazan'ın hilalini ispatlaşta kişinin guvalığı bolsun mu yeterlik der. Ya ki iki kişi dediğimiz raculan ya ki raculun ve mraatan.
Kema fi sairil huquq. Başqa har qanday haq muomala, huququl ibadni isbotlashda ikki erning yoki bir er ikki ayolningki guvohlik hisobda musulmon shunda jumhurning qarashimi. Hozir Hanifi mazhabda jumhurning qarashimi bor, Hanifi mazhabning qarashimi bor. Yani jumhurning qarashimi hozir imomdan bir rivoyatdan keldi. Walau jaa rajulun min kharijil Misr. Yani bir kishi shu shahardagi ahadini emas, shaharning sirtidan kelib qoldi. Va shahida bihi tuqbal. Shaharning sirtidan kelgan kishi men oyni ko'rdim desa qabul qilinmas. Shaharlikda mesela 50 bo'lib qolsa qabul qilmas mumkin. Sirtdan kelgan biraylar bo'lsa qabul qilinmas. Nima uchun? Chunki u shaharning sirtida, sahroda sayliqda yurib ko'rgan bo'lishi mumkin. Shahar aholisi hozir mashinaning shu istiqlari, bo'xina, asham munosib bu havo bulg'unish, muhit bulg'unish eg'ir bo'lgan ekan, yo'l ko'masdim. Masalan, Qohirada qarasanglar, chiroqning yoki havoning bulg'unish sababidan yulduzli ko'rinmaydi. Lekin Qohira sirtida yulduzlarni ko'rdim. Shaharning sirtidan kelsa, buning guvohi qabul qilindi. Albatta bu kishi adil bo'lsa, shenzik bo'lsa, rasul bo'lsa. Chunki shu cho'l bayovallarda, sayliqlarda ko'rishni aniq bo'ladi. Lekin shahar unda emas. Undanki u shaharga odam bilan o'xshash qaramaymiz, sirtdan kelgan odam. Yani shundaqla, idza kana ala makanin murtafi'in fil baladi kal manarati va nahwiha. Shundaqla shu yurtda muna yoki shunga o'xshash igiz bilan hozir igiz binolar bor. Natahat as-sahab deymiz. 200 qavatlik, 300 qavatlik binolar bo'lib qolsa, shuni ustida o'chib kiralishi mumkin. Pastkilar ko'rinmaydi. Shunga bu igiz bo'lg'achqa bu suzuk o'chib kiralaydi deb buning so'zni qabul qilamiz deydi. Bunun ustiga shaharning sirtidan kelgan kishiga nisbatan bir hadisda Shahadatul Arabiy hadis bor. Yani bir kishining so'zini qabul qilgan. Shunda لأن الرؤية تختلف باختلاف صفاء الهواء وكدورته. Çünkü havanın süzük yoki tutuq bo'lishi qarab kurash darajasi o'xshash bo'lmaydi. Va bixtilaf irtifa'il makani va hubutihi. Yani şu turgan joyning egiz yoki pastga qarabmi kurash o'xshash bo'lmaydi. Lima taqaddama min hadithil Arabi. Arabiyning hadisida çöl bayovalini kesib kelgan Arabiyning yolg'iz guvohlikni qabul qilgan deydi. Mana Ramazon oyini uch qava bo'lgan kunlarda isbotlashmasa, ana Shavvol oyi, Shavvol oyini uch qava bo'lgan kunlarda isbotlashmi? Mushu Ramazonning oyini isbotlash o'xshash, unda mutavatir darajada bo'lishi lozim. مشايخ بوسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك